Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hatto ba'zi holatlarda haqiqiy shok holatiga tushiradigan bir mavzu haqida so'zlashamiz. Bu ma'lumot shunchaki qog'ozdagi qoidalar majmuasi emas, balki sizning ota-onangizning, buva-buvingizning yoki yaqinlaringizning kundalik hayotiga, moliyaviy barqarorligiga bevosita ta'sir qiladigan yangilikdir. Agar siz keksa avlod vakili bo'lsangiz, pensiya o'rtog'ingiz bo'lsangiz yoki oilangizda pensiya yoshdagi insonlar bo'lsa, bu videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rishingiz shart. Negaki, bugun muhokama qiladigan narsamiz pensiya oluvchi insonlar uchun ilgari mavjud bo'lgan ba'zi imkoniyatlarga nisbatan jiddiy cheklovlar, hatto amaliy jihatdan taqiqlar joriy etilishi haqida bo'ladi. Bu yangilik hozirda ko'pchilikka noma'lum bo'lishi mumkin, ammo uning oqibatlari juda og'ir bo'lishi mumkin. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling va bu videoga like bosing. Bu juda muhim ma'lumotni imkon qadar ko'proq odam bilishi kerak. Muammoning mohiyati, pensiya va qo'shimcha daromadlar o'rtasidagi yangi munosabatlar. Xo'sh, nima haqida gap ketyapti? Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini eslab olaylik. Ilgari ko'pchilik pensiyaga chiqqan fuqarolarimiz uchun pensiya olish o'z yo'liga, qo'shimcha daromad topish esa butunlay boshqa masala edi. Ya'ni siz qonuniy ravishda pensiya olish bilan birga agar ishlashda davom etsangiz, kichik tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullansangiz, mulkingizni ijaraga bersangiz yoki boshqa manbalardan daromad olsangiz ham, ko'pincha ularga nisbatan bir qator davlat subsidiyalari va imtiyozlar saqlanib qolardi. Misol uchun, pensiya olyapsiz, lekin bozorga chiqib mayda-chuyda savdo-sotiq qilyapsiz. Yoki farzandlaringiz kichik do'kon ochib, sizni o'sha yerda rasman sotuvchi sifatida ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsa ham, siz baribir ma'lum bir ijtimoiy yordamni, masalan, uy-joy kommunal xizmatlari uchun kompensatsiyani, dori-darmon uchun imtiyozlarni yoki transportda chegirmalarni bemalol olib kelgansiz. Ko'pchilik uchun bu holat mutlaqo tabiiy va odatiy hol edi va hech qanday muammoga olib kelmasdi. Davlat ham bunday holatlarga ko'pincha ko'z yumardi yoki bu haqda aniq qonunchilik mexanizmlari yetarli darajada rivojlanmagan edi. Ammo endi vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Jamiyatimizda ijtimoiy himoya tizimini yanada adolatli qilish, davlat mablag'larini haqiqatan ham muhtojlarga yo'naltirish maqsadida yangi qonunchilik tashabbuslari ishlab chiqildi va kuchga kirdi. Bu o'zgarishlarga ko'ra endi pensiyaga chiqqan fuqarolar uchun qo'shimcha daromad topish shartlari va ijtimoiy yordam olish mexanizmlari sezilarli darajada qattiqlashtirildi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, endi ma'lum bir miqdordan oshiq qo'shimcha daromadga ega bo'lgan pensionerlar ba'zi turdagi davlat subsidiyalarini yoki ijtimoiy imtiyozlarni olish huquqidan mahrum bo'lishlari mumkin. Bu degani, ilgarisiz ham pensiya, ham qo'shimcha daromad topib, ustiga yana davlatdan ijtimoiy yordam olib yurgan bo'lsangiz, endi bu imkoniyat cheklanadi. Siz yo qo'shimcha daromadingizdan voz kechishingiz, yo ijtimoiy yordamdan mahrum bo'lishingiz kerak bo'ladi. Bu holat ko'pchilik uchun haqiqiy shok holati. Chunki ko'pchilik bu haqda hali to'liq bilmaydi va eski tartib bo'yicha ish tutishda davom etmoqda. Bu taqiq aslida to'liq pensiya va yuqori miqdordagi qo'shimcha daromadni saqlagan holda qo'shimcha ijtimoiy subsidiya imtiyozlarini birgalikda olish degan formulaga tegishli bo'ladi. Davlat har bir so'mni tejashga intilmoqda va bu mablag'larni eng muhtoj qatlamlarga yo'naltirishni maqsad qilgan. Asosiy qism batafsil tahlil, nimalarni bilish kerak va kim xavotir olishi lozim endi esa. Ushbu yangi qoidalar doirasida nimalarni bilishimiz kerakligini, kimlar xavotir olishi va kimlar xavotir olmasligi lozimligini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu bo'lim juda muhim, chunki aynan shu yerda sizning shaxsiy holatingizga tegishli ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Nima bilish kerak? Yangi qoidalar qaysi turdagi daromadlarga tegishli? Bu yerda faqatgina rasmiy ish joyidan olingan ish haqi emas, balki boshqa ko'plab daromad manbalari hisobga olinadi. Bularga rasmiy ish haqi. Agar siz pensiyaga chiqqandan so'ng ham biror tashkilotda rasman ish faoliyatingizni davom ettirsangiz va oylik maosh olsangiz, tadbirkorlikdan tushgan daromad, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritishingizdan, dehqon xo'jaligi yuritishingizdan, kasanachilikdan yoki boshqa turdagi tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromadlar. 3. Ijara daromadi. Agar siz o'zingizga tegishli uy-joyni, avtomobilni, yer uchastkasini yoki boshqa mulkingizni ijaraga berib muntazam daromad olsangiz. 4. Depozit foizlari va dividendlar. Bankdagi depozitlaringizdan olingan foiz daromadlari
qimmatli qog'ozlardan, aksiyalardan olingan dividendlar ham ba'zi hollarda hisobga olinishi mumkin. 5. Boshqa turdagi rasmiy daromadlar. Masalan, intellektual mulkdan kitob yozish, patentlash va olingan gonorar yoki royalti daromadlari. Cheklov qaysi subsidiyalar va imtiyozlarga ta'sir qiladi? Yangi qoidalar aynan qaysi ijtimoiy yordam turlariga ta'sir ko'rsatadi? Bu ham juda muhim savol. Eng ko'p uchraydiganlari 1. Uy-joy kommunal xizmatlari uchun kompensatsiya. Ayniqsa yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar yoki kam ta'minlangan oilalar uchun beriladigan ma'lum miqdordagi to'lovlar. 2. Dori-darmon uchun imtiyozlar. Ba'zi surunkali kasalliklarga chalingan yoki nogironligi bo'lgan pensionerlar uchun bepul yoki imtiyozli narxda dori-darmon olish huquqi. 3. Transport xizmatlari uchun chegirmalar. Jamoat transportidan foydalanishda beriladigan chegirmalar, ba'zilar uchun esa bepul safarlar. 4. Moddiy yordam. Kam ta'minlangan oila deb topilgan pensionerlarga beriladigan bir martalik yoki muntazam moddiy yordam. 5. Sanatoriy kurortlarga imtiyozli yo'llanmalar. Sog'lig'ini tiklash uchun beriladigan qisman yoki to'liq qoplangan yo'llanmalar. Yangi daromad chegarasi konsepsiyasi. Asosiy yangilik shuki, endi davlat har bir pensioner uchun maksimal ruxsat etilgan umumiy daromad chegarasini belgilaydi. Agar sizning pensiya va boshqa barcha manbalardan olingan umumiy oylik daromadingiz ushbu chegaradan oshib ketsa, siz yuqorida sanab o'tilgan ijtimoiy subsidiyalar yoki imtiyozlarning bir qismidan yoki hammasidan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu chegara har bir hududda turlicha bo'lishi yoki mamlakat bo'ylab yagona qoida asosida belgilanib, muntazam ravishda qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Hozircha bu chegara, masalan, o'rtacha pensiya miqdoridan yaqin barobar yoki 2 barobar yuqori bo'lgan miqdor sifatida belgilanishi mumkinligini aytib o'tishimiz mumkin. Kim xavotir olishi kerak? 1. Rasmiy ravishda ishlaydigan pensionerlar, siz pensiya olyapsiz-ku. Agar siz pensiya korxonada to'liq yoki yarim stavkada ishlayotgan bo'lsangiz, sizning umumiy daromadingiz sezilarli darajada oshib ketishi ehtimoli yuqori. 2. Tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi pensionerlar. Bu guruhga aka tartibdagi tadbirkorlar, kichik do'kon egalari, dehqon xo'jaligi yurituvchilar, kasanachilik bilan shug'ullanuvchilar kiradi. Har qanday rasmiy ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromad umumiy hisobga kiritiladi. Kvartirasini yoki biron mulkini ijaraga beradiganlar, agar siz qo'shimcha mulk egasi bo'lsangiz va uni ijaraga berish orqali muntazam daromad olsangiz, bu ham sizning umumiy daromadingizni oshiradi. Bu ayniqsa shaharlarda yashovchi pensionerlar orasida keng tarqalgan holat. 4. Oilaviy biznesga egalik qiluvchilar. Ba'zida farzandlar o'z ota-onalari nomiga biznesni rasmiylashtirishadi, lekin amalda o'zlari boshqarishadi. Bunday holatda ham rasman daromad pensioner nomiga o'tganligi sababli u hisobga olinadi. 5. Bankda sezilarli miqdorda depoziti bor va ulardan foiz daromadi oladiganlar. Katta summadagi depozitlar orqali muntazam foiz daromadi oluvchilar ham ushbu chegaradan oshib ketishlari mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak? 1. Faqat pensiya hisobidan yashayotganlar. Agar sizda pensiyadan boshqa hech qanday rasmiy daromad manbai bo'lmasa, siz uchun hech qanday o'zgarish bo'lmaydi va siz ilgari olib kelgan barcha imtiyozlarni olishda davom etaverasiz. Qo'shimcha daromadi o'rnatilgan chegaradan past bo'lganlar. Agar siz kichik, norasmiy ishlar bilan shug'ullanib, kam daromad topsangiz va bu daromad o'rnatilgan chegaradan past bo'lsa, siz xavotir olmasligingiz mumkin. Faqat ehtiyot bo'lish kerak. Chunki ba'zi hollarda hatto norasmiy daromadlar ham aniqlanishi mumkin. Bu haqda keyinroq batafsil gaplashamiz. Ijtimoiy yordamning boshqa ushbu cheklovga kirmaydigan turlariga ega bo'lganlar. Ba'zi bir martalik yordamlar yoki alohida toifadagi nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqalar bu qoidalarga kirmasligi mumkin. Misollar, raqamlar va real hayotiy vaziyatlar keling, bu qoidalarni aniq misollar orqali tushuntirib beray. Raqamlar shartli bo'lib, vaziyatni tushuntirish uchun berilgan. Faraz qilaylik, davlat tomonidan belgilangan oylik daromad chegarasi 2.500.000 so'm. Misol 1. Oysha buvi va uy-joy kompensatsiyasi Oysha buvi 70 yoshda, uning oylik pensiyasi 1.500.000 so'm. U qishloqda yashaydi va o'zining kichik uchastkasida sabzavotlar ekib, hosilni mahalliy bozorda sotadi. O'rtacha hisobda bu dehqonchilik faoliyatidan oyiga 700.000 so'm daromad topadi. Ilgari u uy-joy kommunal xizmatlari uchun har oy 2.500.000 so'm kompensatsiya olar edi. Chunki u kam ta'minlangan deb hisoblanardi.
eski tartib bo'yicha Oysha buvi 25 million so'm pensiya plus 700 ming so'm dehqonchilik daromadi olardi, ustiga 200 ming so'm kompensatsiyani ham. Jami 2,5 million so'm. Yangi qoidaga ko'ra uning umumiy rasmiy daromadi pensiya 25 million so'm plus dehqonchilik daromadi 700 ming so'm. Jami 2 million 200 ming so'mga teng. Bu hali belgilangan 2,5 million so'm chegaradan past. Ammo agar dehqonchilik daromadi norasmiy bo'lsa ham, agar u tez katta miqdorda bank kartasiga pul o'tkazilsa yoki uning hisobiga doimiy ravishda pul tushsa, bu ham rasmiy daromad sifatida baholanishi mumkin. Aytaylik, Oysha bu dehqonchilik daromadlarini rasman e'lon qilgan va bu daromadlar soliqlarga tortilgan. Demak, uning jami daromadi 2,2 million so'm bo'ladi. Lekin hukumat ma'lumotlar bazalarini taqqoslaganda uning ijtimoiy yordam olish uchun murojaat qilgan vaqtdagi daromadi hozirgi daromadidan past bo'lgani uchun uning maqomi qayta ko'rib chiqiladi. Agar ijtimoiy yordam olish uchun belgilangan chegara masalan 2 million so'm pastroq bo'lsa, u kompensatsiyadan mahrum bo'lishi mumkin. Agar chegara 2,5 million so'm bo'lsa, Oysha bu hali ham kompensatsiyani oladi. Biroq agar uning dehqonchilikdan oladigan daromadi 22 million so'mga ko'tarilsa, umumiy daromadi 2,7 million so'mga yetadi va u 2,5 million so'm chegaradan oshgani uchun kompensatsiyadan mahrum bo'ladi. Bu uning uchun sezilarli moliyaviy yo'qotish bo'ladi. Misol 2 Ahmad aka va rasmiy ish joyi Ahmad aka 15 yoshda, uning oylik pensiyasi 2 million so'm. Pensiyaga chiqqan bo'lsa-da, o'zi ishlagan korxonada yarim stavkada ishlayapti va u yerdan oyiga 1 million 200 ming so'm maosh oladi. U ilgari jamoat transportida imtiyozlardan foydalanardi. Oyiga taxminan 100 ming so'mlik chegirma va yiliga bir marta davlat tomonidan qisman qoplanadigan sanatoriyaga imtiyozli yo'llanma olar edi. Yo'llanma qiymatining bandigacha subsidiyalanardi. Bu esa yiliga taxminan 5 million so'm tejash degani edi. Yangi qoidaga ko'ra Ahmad akaning umumiy oylik daromadi pensiya 2 million so'm, ish haqi 50 ming so'm, jami 3 million 200 ming so'mga yetadi. Bu belgilangan 2,2 million so'm daromad chegarasidan ancha yuqori. Natijada u jamoat transportidagi imtiyozlardan mahrum bo'lishi va sanatoriy yo'llanmasini to'liq narxda sotib olish kerak bo'ladi. Bir yilda uning yo'qotishlari transportdan ilk 2 million so'm va sanatoriy yo'llanmasidan ilk 5 million so'm, jami 2,7 million so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu uning uchun jiddiy moliyaviy yuk hisoblanadi. Misol uchun Xadicha xola va kvartira ijarasi Xadicha xola 75 yoshda. Uning oylik pensiyasi 1 million 800 ming so'm. Uning o'ziga tegishli bo'lgan ikkinchi kvartirasi bor. Boshqa shaharda yashovchi farzandlari unga yordam berish maqsadida bu kvartirani talabalarga oyiga 1 million 700 ming so'mga ijaraga bergan. Ijaradan tushgan pul muntazam ravishda Xadicha xolaning bank kartasiga rasmiy ravishda o'tkazib turiladi. U ilgari oylik dori-darmon xarajatlari uchun 300 ming so'm davlat subsidiyasi olar edi. Chunki uning surunkali kasalliklari bor va uning maqomi kam ta'minlangan oilaga mos edi. Yangi qoidaga ko'ra Xadicha xolaning umumiy oylik daromadi pensiya xinchim taqam million so'm plus ijara daromadi xinchim 7 million so'm, jami 3 million 500 ming so'mga yetadi. Bu belgilangan 2,5 million so'm chegarasidan ancha yuqori. Natijada uning oylik dori-darmon subsidiyasi bekor qilinadi. Bu uning uchun har oy 300 ming so'm xarajatning qo'shilishi degani. Ya'ni bir yilda 306 million so'm qo'shimcha xarajat. Bu uning sog'ligini saqlash uchun juda muhim bo'lgan mablag'lar edi. Asosiy qism 2. Istisnolar, qopqonlar va yashirin nuanslar. Bu qismda esa yangi qoidalardagi ba'zi istisnolar, pensionerlar duch kelishi mumkin bo'lgan kutilmagan qopqonlar va e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan yashirin nuanslar haqida batafsil to'xtalamiz. Bu ma'lumotlar sizni kelajakdagi muammolardan himoya qilishga yordam beradi. Istisnolar har bir qoida o'z istisnolariga ega bo'lgani kabi, bu yangi tartibda ham ba'zi daromad turlari yoki subsidiyalar umumiy daromadni hisoblashda inobatga olinmasligi mumkin. Bu esa pensionerlar uchun bir o'z nafas olish imkoniyatini beradi. Bir martalik moddiy yordamlar, masalan, bayramlar munosabati bilan yoki favqulodda vaziyatlarda davlat, jamoat tashkilotlari yoki xayriya fondlari tomonidan beriladigan bir martalik moddiy yordamlar odatda umumiy daromadga qo'shilmaydi. 2. Yaqin qarindoshlardan olingan sovg'alar. Agar farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki boshqa yaqin qarindoshlaringiz sizga biror sovg'a qilsa yoki vaqti bilan yordam tariqasida pul o'tkazsa, bu rasmiy daromad hisoblanmaydi. Biroq bu yerda vaqti bilan va doimiy o'rtasidagi farqni tushunish muhim.
agar har oy bir xilsa pul muntazam o'tkazilsa, bu daromad manbai sifatida bog'lanishi mumkin. Uchun alohida turdagi nogironlik nafaqalari. Ba'zi og'ir nogironlik turlariga ega bo'lgan shaxslar uchun beriladigan maxsus nafaqalar yoki kompensatsiyalar ular umumiy pensiya miqdoridan tashqari bo'lganligi sababli umumiy daromadni hisoblashda inobatga olinmasligi mumkin. Bu odatda qonunchilikda alohida ko'rsatiladi. 4. Davlat mukofotlari va stipendiyalar. Ilmiy faoliyat, san'at sohasidagi yutuqlar yoki boshqa xizmatlari uchun beriladigan davlat mukofotlari, faxriy unvonlar bilan bog'liq to'lovlar ham istisno qilinishi mumkin. 5. Davlat organlari tomonidan berilgan ayrim imtiyozlar, masalan, urush qatnashchilari yoki mehnat faxriylariga beriladigan alohida turdagi imtiyozlar ba'zida ushbu cheklovlar doirasiga kirmaydi. Qaysi turdagi daromadlar soliqqa tortilmaydi va shunga ko'ra umumiy daromadga qo'shilmaydi? Bu savolga javob olish uchun soliq qonunchiligini va pensiya jamg'armasi nizomlarini o'rganish kerak. Odatda ayrim kichik miqdordagi daromadlar yoki belgilangan maqsadlar uchun olingan mablag'lar soliqqa tortilmaydi va shunga ko'ra umumiy daromadni hisoblashda inobatga olinmaydi. Bularga qonunda aniq ko'rsatilgan daromad turlari kiradi. Qopqonlar. Bu yerda pensionerlar e'tiborsizlik yoki bilimsizlik tufayli duch kelishi mumkin bo'lgan xavfli vaziyatlar haqida gaplashamiz. 1. Norasmiy daromadlar. Bu norasmiy ishku kim bilar edi deb o'ylash juda katta xato. Hozirgi raqamli asrda davlat organlarining ma'lumotlar bazalari har qachongidan ham yaxshiroq integratsiyalashgan. Bank operatsiyalari, to'lov tizimlari, masalan, payme, klik va boshqalar orqali tushadigan pullar osongina kuzatilishi mumkin. Ya'ni farzandingiz sizning bank kartangizga har oy muntazam ravishda bir xil yoki juda katta miqdorda pul o'tkazib tursa va bu sizning rasmiy yashash darajangizga mos kelmaydigan darajada katta bo'lsa, bu ham nazoratga olinishi mumkin. Davlat organlari bunday transferatlarni shubhali deb hisoblab tekshirishni boshlashi mumkin. Bu esa sizning ijtimoiy yordam olish huquqingizni yo'qotishingizga olib kelishi mumkin. Vaqtincha ish, hatto 1-2 oylik mavsumiy ish, masalan, paxta terimida yoki qishloq xo'jaligi ishlarida qatnashish orqali olingan daromad ham umumiy yillik daromadni oshirib yuborishi mumkin. Agar bu daromad rasmiy ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, u albatta hisobga olinadi. Ko'pchilik pensionerlar buni arzimas deb o'ylashadi. Ammo bu ularning ijtimoiy imtiyozlardan mahrum bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. 3. Mulkni rasmiylashtirishda ehtiyotkorlik. Yaqinlaringizga mulkingizni rasmiylashtirishda ham ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, agar sizning nomingizda bir nechta kvartira bo'lsa va ulardan birini ijaraga bergan bo'lsangiz, lekin ijarani farzandingiz rasmiylashtirgan bo'lsa ham, agar u kvartira sizning mulkingiz bo'lsa va daromad sizning foydangizga ishlatilayotgan bo'lsa, bu ham e'tiborga olinishi mumkin. Ba'zida mulk egaligi va daromad olish o'rtasidagi bog'liqlik qonuniy nuanslarga ega bo'lib, noto'g'ri harakatlar oqibatida kutilmagan muammolar kelib chiqishi mumkin. Yashirin nuanslar. Bu yerda ko'pchilik pensionerlar e'tibor bermaydigan, ammo juda muhim bo'lgan tafsilotlarni tushuntiraman. Bir deklaratsiya majburiyati. Ko'pchilik pensionerlar o'zlarining qo'shimcha daromadlarini rasman deklaratsiya qilishlari shart emas deb o'ylaydi. Ilgari bu fikr qisman to'g'ri bo'lishi mumkin edi. Ammo endi ma'lum bir miqdordan yuqori daromad topuvchi pensionerlar uchun bu majburiyatga aylanishi mumkin. Ya'ni siz o'zingizning daromadlaringiz haqida davlat organlariga o'z vaqtida xabar berishingiz kerak bo'ladi. Bu haqda qayerdan bilish kerak? Eng avvalo, Davlat soliq qo'mitasi va pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytlaridagi yangiliklar va e'lonlarni kuzatib borish lozim. Ular o'z axborot tizimlarini doimiy ravishda yangilashmoqda va ma'lumotlarni markazlashtirishmoqda. 2. Oilaviy daromadni hisoblash. Ba'zi ijtimoiy yordam turlarini berishda faqat pensionerning shaxsiy daromadi emas, balki butun oilaning jami daromadi hisobga olinishi mumkin. Bu pensioner yashaydigan xonadon uchun juda muhim nuans. Agar siz katta oilada, masalan, farzandlaringiz va nabiralaringiz bilan birga yashasangiz va ularning daromadlari yuqori bo'lsa, sizning ijtimoiy yordam olish huquqingiz qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu ayniqsa, kam ta'minlanganlik maqomini aniqlashda juda katta ahamiyatga ega. 3. Muddatiylik va o'tish davri. Yangi qoidalar qachondan kuchga kiradi? Odatda bunday muhim o'zgarishlar birdaniga emas, balki ma'lum bir o'tish davri bilan joriy etiladi. Davlat pensionerlarning yangi tartiblar haqida oldindan xabardor qilishi, tushuntirish ishlarini olib borish kerak.
Bu haqda ham rasmiy manbalardan ma'lumot olish muhim. Ba'zida dastlab faqat ma'lum daromad turlari hisobga olinib, keyinchalik doira kengaytirilishi mumkin. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Sizning shaxsiy harakatlaringiz. Vaziyatni o'zingiz uchun maksimal darajada qulay qilish uchun nimalar qilishingiz kerak? Qanday qadamlar tashlashingiz lozim? Men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Bir qadam. Daromadlaringizni batafsil tahlil qiling. Bu birinchi va eng muhim qadam. Siz o'zingizning barcha daromad manbalaringizni ro'yxatlab chiqishingiz kerak. Nafaqat pensiyangizni, balki boshqa manbalardan kelayotgan barcha pullarni hisobga oling. Rasmiy ish joyidan olinadigan ish haqi agar mavjud bo'lsa, yakka tartibdagi tadbirkorlikdan yoki boshqa xususiy faoliyatdan tushadigan daromad, uy, joy, avtomobil yoki boshqa mulkni ijaraga berishdan olinadigan pullar. Bank depozitlaridan olinadigan foizlar yoki aksiyalardan keladigan dividendlar. Hatto yaqinlaringiz tomonidan muntazam ravishda sizning hisobingizga o'tkaziladigan va daromadga o'xshash bo'lgan pul o'tkazmalari ham. Bu ro'yxatni tuzib chiqib, umumiy oylik daromadingiz qancha ekanligini aniq bilishingiz kerak. 2 qadam. Hududiy pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. O'zingiz yashaydigan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan boring. Bu eng to'g'ri yo'l, chunki sizning holatingizga tegishli aniq ma'lumotlarni faqatgina u yerda olishingiz mumkin. Murojaatingizda quyidagi savollarga javob olishga harakat qiling. Mening umumiy daromadim, pensiya va boshqa daromadlar yangi qoidalar bo'yicha belgilangan chegaradan oshib ketadimi? Men hozirda olayotgan qaysi subsidiyalar yoki imtiyozlar daromadim yuqoriligidan bekor qilinishi mumkin? Mening daromadlarimni hisoblashda qaysi daromad manbalari inobatga olinadi va qaysilari inobatga olinmaydi? Agar daromadim chegaradan oshib ketsa, qanday harakat qilishim kerak? 3 qadam. Zarur hujjatlarni to'plang. Pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya bo'limi sizdan ma'lum hujjatlarni talab qilishi mumkin. Bu hujjatlar sizning daromadlaringizni tasdiqlash va vaziyatingizni baholash uchun zarurdir. Odatda talab qilinadigan hujjatlar quyidagilardir. Pasport, asli va nusxasi, pensiya guvohnomasi. Rasmiy ish joyidan maosh haqida ma'lumotnoma, agar ishlasangiz. Tadbirkorlik faoliyatingizdan olingan daromadlar haqida ma'lumotnoma, agar tadbirkor bo'lsangiz. Bank hisob varag'idan ko'chirma, oxirgi 36 oylik transaksiyalar haqida. Mulkni ijaraga berish shartnomasi, agar mavjud bo'lsa. Oilaning tarkibi va boshqa oila a'zolarining daromadlari haqida ma'lumotnoma, agar ijtimoiy yordam oilaviy daromad asosida berilsa. Bu hujjatlarni to'plab pensiya jamg'armasiga tayyor holda boring. 4 qadam. Rasmiy ariza yozing. Agar sizda qo'shimcha daromad bo'lsa va u yangi qoidalar doirasiga kirsa, pensiya jamg'armasiga o'zgarishlar haqida rasman xabar beradigan ariza yozing. Bu juda muhim qadam, chunki o'z vaqtida xabar bermaslik kelajakda turli muammolarga, jumladan noto'g'ri olingan subsidiyalarni qaytarib berish majburiyatiga olib kelishi mumkin. Arizaning shablonini pensiya jamg'armasining o'zidan olishingiz yoki ularning rasmiy veb-saytidan yuklab olishingiz mumkin. Arizada o'zingizning barcha daromad manbalaringizni aniq ko'rsating va vaziyatingizni tushuntiring. Bu sizning halolligingizni ko'rsatadi va davlat organlari bilan munosabatlaringizni shaffof qiladi. 5 qadam. Qonunchilikdagi o'zgarishlarni doimiy ravishda kuzatib boring. Qonunchilik dinamik tizim bo'lib, u doimiy ravishda o'zgarib boradi. Shuning uchun pensiya jamg'armasi, Adliya vazirligi va boshqa tegishli davlat organlarining rasmiy saytlarini muntazam ravishda kuzatib borishni odat qiling. Bu sizni eng so'nggi o'zgarishlar va yangiliklardan xabardor qilib turadi. Va albatta bizning kanalimizga obuna bo'lib qolsangiz, bunday muhim huquqiy va ijtimoiy yangiliklardan doim xabardor bo'lasiz. Chunki biz siz uchun eng dolzarb ma'lumotlarni tahlil qilib boramiz. 6 qadam. Yuridik maslahat oling. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa, sizda bir nechta daromad manbalari mavjud bo'lsa yoki pensiya jamg'armasi bilan muloqotda tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, malakali yuristga murojaat qilishdan tortinmang. Professional yuridik yordam sizning huquqlaringizni himoya qilishga, yurist sizning hujjatlaringizni o'rganib chiqib, qonun doirasida eng maqbul yechimni topishga ko'maklashadi. Xulosa va yakuniy chaqiruv, qadrli do'stlar. Bugungi videomizda pensionerlarimiz hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan yangi qoidalar haqida juda batafsil gaplashdik. Tushunaman, bu ma'lumot ba'zilar uchun xavotir uyg'otishi mumkin, ammo unutmasligimiz kerakki, bilimsizlik javobgarlikdan ozod etmaydi.
Shu sababli o'z huquqlaringizni bilish, davlat organlari talablariga mos ravishda harakat qilish va vaziyatga mos ravishda to'g'ri chora ko'rish juda muhimdir. Yangi tartiblar kimlar uchundir g'ayrioddiy tuyulishi, hatto adolatsizlikdek ko'rinishi mumkin. Chunki ko'pchilik yillar davomida shakllangan eski tizimga o'rganib qolgan. Biroq bu qoidalar amalda va ularga rioya qilish shart. O'z vaqtida to'g'ri chora ko'rish sizni kelajakdagi moliyaviy muammolardan, jumladan ortiqcha olingan subsidiyalarni qaytarish kabi noxush holatlardan qutqaradi. Umid qilamanki, ushbu videodan foydali ma'lumot olgan bo'lsangiz. Agar shunday bo'lsa, albatta videoga like bosing. Sizning savollaringiz yoki shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning savollaringizga javob berish orqali biz boshqa tomoshabinlarga ham yordam berishimiz mumkin. Chunki bir xil savollar ko'pchilikda paydo bo'lishi tabiiy. Va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz birgalikda eng muhim huquqiy va ijtimoiy yangiliklardan doim xabardor bo'lamiz va hech qanday ma'lumotni o'tkazib yubormaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni asrang.